Og'iz ocharga yarim soat vaqt qolganda Nosir o'g'lim Ilhom parilar kelib qolib, shavrma tayyorladi. Tovuq go'shtini ingichka uzun qilib to'g'rab oldi. Ustidan ayamasdan qatiqni soldi. Qatiq sochni qilib tez pishishiga yordam beradi. Shashlikni pripravasi, tuz. Shu joyda uyimizda tugab qolgan perchatkani qidirib qoldi. Nima ham qilardi? Qo'lida aralashtirib yordi. Po'rli perchatkani qo'ldagi mikrob ovqatga o'tmasligi uchun ishlatsa, Nosir bo'lsa, xom go'shtdagi mikroblar qo'liga o'tmasligi uchun ishlatar ekan. Tovani gazga qo'yib, ozgina marinovka bo'lgan go'shtlarni solib, qovurib oldi. Oshxonamni yoq bormasin deb qo'rqib turgan edim. O'tinni olib, zar ichiga solib, ovqatda ozgina vaqtga dimlab qo'ydi. Tovuq go'shti 7 daqiqada pishar ekan. Ko'p qovurib o'tirish kerak emas ekan. Bo'lmasa suvini terib, quruq bo'lib qolar ekan. Sous uchun mayonez, chesnok, kashnich mazasi o'pishib ko'rishadi. Ustidan o'tinda pishgan tovuq go'shtlari, ketchup va pomidor. Sir qo'shmasangiz ham bo'ladi-yu, lekin sir hamma mahsulotlarni quchoqlab turadi. Quchoqlash uchun ham yaxshi gapirib, eritib olishingiz kerak. Xamirni qirsillatib, sirni eritish uchun gazda oldi orqasini qizartirib oldi. Mazasi qornim ochlik uchun shunaqa shirin tuyuldimikin, yo haqiqatdan ham zo'r chiqdimikin? Nima deb o'ylaysizlar?